Mana. Şiir deb ma'ni deymizda mana. Bey şiirimiz chiqdi. Pasa hatli şiirdan birini yozib etdim. Ben sizlarga o'qib beray. Tomoning ochiq vaqtida bir anglaytinglar. Qish bo'yi chekilmadi ish bir qitim. Shik oldidagi oq terak daraxi o'stirdi ichida nurg'un yaproq. Ana shu vaqt keldi birsi. So'radi. Qanday yaxshi chiqdimi? Ro'shangul tushunda she'rni men demoqchi bo'ldim. Yomay esli chiqdi bu she'r. Rayla. Voy qaysi mavzuga keldingiz? Sizni ko'rgim keldi. Ha, hoyjon. Biyaning ketmoqda-da. Yo. Meni endi izlamayman degan to'ng'u. Sen degan meni yaqin do'stim tursang, sen izlamay kimni izlayman? Biresh bo'lmaganda, senga deydigan bir cho'q xo'sh xabar bor. Bo'ldi qila. Xo'sh xabar desang, yuragim soldi meni. Qilar rost gapni. Qancha pul so'rab keldim? Chiqamiz. 500. 5000 qo'y. Bushroq 5000 qo'yni nima qilsa? Voy jahon, uni senga deb belgili bo'lganmisa, obayla deb berdim. Bu chu mening kelgusimga taqildigan ish. So'ramamgina. Ish qilib o'qiydi, menga yordam qilsang qat'iy bo'lmaydi. 5000 qo'y nima qildi menda? 5000 qo'y so'rab yuring. Qara. O'zim bilsa, oliy maktabni bitirgandan keyin men to'yam maoshida ishlayapman. Uning ustiga uydagilarni so'raytsam, ahvolimizni bilsang-ku. Opamni doktorxonaga kirib qolgan. Men o'qiydim, yordam qilsam. Bo'ldilar, yig'lamag'ina. Lekin menda rost 5000 qo'y yo'q. Sen menga yordam qilsang qat'iy bo'lmaydi. Navbat o'qiydim, yordam qilsam, men senga pulingni haslab qaytarib beraman. Agar sening yoningda bo'lmasa, xizmatdoshlarimni so'rab bera. Hey, bo'lmasaylik seni qo'g'lashgan Sami degan bola-chu. Oshimni so'rg'ana. Kimda? Sami-chu. Samidan pul so'ramayman men. Amsa o'zim so'rayman. Ey, sen tanimsan Samini? Men Samining yoniga berib, men Go'zalning yaqin do'sti desam, sening burunqi hozirgi turmushingni bilish uchun bo'lsa-mu, bera. Yo'q. Samidan pul so'rsam, men zahoplab ketmayman, men deb qo'yay. Hay, men sening biror ishingni Samiga demayman. Amdiqo, demayman degilim-u bo'lmaydi. Mening Samiga degidek biror ishim bormi? Sening burun yurgan yigiting-chu. Hozir qo'g'ilishayotgan yigitlar-chu. Bularni desam-ku, bera. Hey, sen mening do'stimmi, dushmanimmi? Qara, sen menga yordam qilsang qat'iy bo'lmaydi. Qildingmi? Amalni qilib boqay. Rasman. Sening mushta deydiganingni bilatdim. Menga cho'qim yordam qil bulamdi. Bilsam. Unda xo'si pulni qachon qilib tushdi kela. Ma'qul, aziz uchun tushdi kela. Ro'shangul, ha? Sizga deydigan bir gap bor deng. Ha. Qo'piqimni yodiray desam, Ro'shangul. Pulimning hammasi kiyimga o'tibdi madanga. Shu yinimda faqat pul qolmadi. Qancha yozibdi? 5000. Ha? 5000. Boshroq. Voy, men unda çok pul bulmuşum. Bilettim şu deydiğinizni. Ha, ma'qul men beray. Qancha iborma? Ha, kichi beray.
不，啥事情这么神叨叨的噻？不。Ay günü doktorxonaga borgandim degin ha. 哎， Shuningdan doktorxonaga borsam, doktorlar beden tekshirdib shu siz tamirib ketibsiz. Ishingizga mos kelmabdi siznikilar. Ondan keyin bedeningizda moy miqdori bek chiqib ketibdi. Ondan keyin ishga a'zolaringizga ta'sir qilib ketibdi. Shu qara bir dori chiqib ketgan. O ishni ichsamla saqib ketganman. 这啥药噻？ 减肥药得多少钱？ 9999. Shu pullarımdan çıxlarıga şokoladdan qahva əvzib deganman deyinə. Shu hamma pulamni yig'ishtirib akazam, oram 5000 qo'y chiqdi. Shunga yana 5000 qo'yni sizga berib turaman deb gap qilgandim. 这么的，明天中午出我给你行了吧？ Hey rahmat. Teşekkürler. 뭐라? 怎么了？怎么唉声叹气的？木然，我们是不是最好的朋友？木然，我们是不是最铁的两最好的朋友？当然是。木然，我是不是没有求你办过啥事情？木然，对不对？木然，啊，对不对？这种事多少得去了？木然，你就帮我这一回噻，木然。什么事儿嘛？木然，你看。 我女朋友在西安上学，对不对？我每个月嘛给她卡里面要打钱呢。最近嘛，我注册了一个网站嘛，哇，游戏网站赚几个个哎，我把钱嘛，每个月的工资全部都放到里头了，所以我现在，所以向我借钱，借多少？也不多，5000块钱。哎，5000还不算多。木人。 我求求你了，你帮一下我噻！我当然会帮你，可问题是我真的没有钱。哎，木然，上个月你问我借200块钱，我啥话都没说，对不对？我马上就借给你了，对不对？哎，你现在把你藏下那些私房钱拿出来让我用一下噻，啊？那些私房钱我早就用在别的事情上了。再说我们家财务是我老婆管着呢。为啥也蛮好？ 好了好了，我不为难你了啊！算了，这个茶你喝去。算了，季星仔，你先坐下，我又没说不借给你，先让我想办法。算了，不借了。我会借给你的。算了，不借。我说借给你，一定借给你。好了，我不为难你了。算了。你就放心吧，我不会随你还钱的。喂，你啥时候给我的？明天中午可以吧？ Sen büyük duram sen. Sen doğrulap veremsen. Oymanın işengine, güzelliğine senden beklerak düşünmediğine. Bek asan doğrulap veriş öğüt koymaksan hoşsun. Büyük duram oldun mu? Yerden kılmaya gelsin. Undan en düşükte yırılıp yerimse. En düşükte?
Endi 5000 ko'ydigan az pullarni bir oy saqlag'na. Bir oy saqlaganman ada. Nima bo'ldi? Tushga yig'lamamsan bo'lmaydi. Bana bir yordam qilachim sen. Ma'qul. Ma'qul, men amalni qilib boqay. Xotirjam, xotirjam. Oldi o'zicha. Lekin shakl qolsin. Bo'ldi. Hech kim dema. Ma'qul, og'zimning chiqinligini bilsang bu. Tushdi mana ya. Bo'ldi. Memnun bundan bermezsin. Sen beni gel saklasana. Bir yere 5000 koydun. Nişanlı değil. Bir yere 5000 koydun. Bu sen bu. Siz burada kopma. Ben burada şu saklı seni kopma. Sen kardeşin oldu. Sen bir yere 5000 koydun. Kaç bir yere bir yere buzmak olsa. Mandas bo'lmaydi. Sondaydigan muhim gaplar bo'lyapti aka. Chin yuragimni deganni qilsam aka. Hozirgacha sana aytmagan. Men butun jismim bilan sana qoyil. Butun yuragim bilan sana qoyil. O'ylab baqa. Hey! Men yermas nima ishlarni qilib yuryapman, Sen chig'ingda inglizcha deganga pon debsan, Men chig'imda bu ingliz degan cho'qni uqmsan. Menda yermasda kelmas nima bo'lmoqchi? Sening ishing bo'lganda men degan bu jamiyatdan bir dash qilib qolmandim aka. Shuning uchun aka, bugundan boshlab men bu kitoblarni al. Seni ustoz tutmoqchi. Men bugundan boshlab sana o'xshash ingliz tilini o'rganmoqchi aka. Shuning aka. Bu uzalman inisini ko'rganda ko'rib, uzalman inisida ko'rsam aka. Shuning uchun sen bugun emas aka. Hozirdan boshlab mana shu o'rgatishni boshlasan aka. Qanday qilib eng tez suratda o'rgangil bo'ldi. Bir yo'l ko'rsating aka. Yaxshi. Mana manda ishlatsam. Men mishtakan qarab turaman. Adab qilma. Rasman aka. Yaxshi mana. Uyg'onish kerak-ku. Uyg'onamiz. Uyg'ondim aka. Rasman uyg'onamiz. Yaxshi. Sen yosh tursan. Ulug' doimiz mavjudmi degan. Qiyirg'ichi yasha, qiyirg'ichi o'rgan. Chin ko'nglimga gapni qilding juma aka. Mana bizlar ishimiz o'tkazdik. Yoshdasan, istiqbolim parlaq. Yengillikni o'rganib turishing kerak. Anaki yiroqni ko'rishing kerak-da. Yiroqni ko'rgan vaqtida, manzilni ko'rgan vaqtida, yetadigan nishonini ko'rgan vaqtida istiqbolim parlaq bo'ladi. Hayat yo'lida bu. Boshqa yo'l emas. Hayat yo'lida o'rganadigan yo'l. Sen o'rganmay turib bir narsani boshqa chiqamaysan. Chiqolmaysan. Yaxshi. Qo'ymaysan. Shunga men bu inglizchani bosh shirkatga vaqtim o'rgangan. Bosh shirkat ishdan vaqtim. Chinam bosh shirkatlarimiz taraqqiy qilib, hamda men misol o'sib, muavin direktor bo'lib, hamma tarmoq shirkatga ekan. Shuni vaqt yetishmadi, tashlab ketib qoldi. Sen yaxshi. Kamtarlik qilyapsan aka. Pek kamtar. Bir ishlarni pek oldiraqsa emas. Hayajonlanmaysan-chi. Yangicha odamda? Yangicha ingliz tili o'qishlikka. Yangi chiqdi-da maktabda, yangi chiqdi uni. Men vaqt o'rgangan vaqtimda kon kitob. Men o'rgansam shirkatsin. Parlaq test bo'l,
Very good. Very good. Thank you, Yes. thank you. Okay. Yes, Sam is great one. Okay. Great one. Workers, yes. America. There you are. Hoping the one. My cruise is me, Teresa. Oh, very good. Shannon. You. Okay. You. Okay. School. You. School. Okay. Vay, nima to'g'ri gapmi? Da, kashf kursga maktab tizimlatdimi degan gap ma'lum. Sen da tizimlatdimi maktabdagi degan gap you school. Da, degan gap. Okay, dardi kasabay. Endi men yangi o'rganganlikka tushunmay qoldim. Okay nima deganim da vaqtda tushunsa, okay davasam bo'lmadi. Adabsizlik bo'ldi. Bo'ldi. Ha. Undaqsa, Qada, bira tizimlatdingmi? sinmay deb o'ylagan. Ha. Keyin sinmaymikin endi. What? Ha? What? Mami. Nima mani? No money. Qiziq bor ekanda-ma. No money deganma gapmi endi? Nima ishqi no money? I having. You don't worry. Mishka? Really? Really? Oh, Of course. really Mishka? Why really have of course? Oh, ras really. Of course. Okay. Thank you, Jinabaka. Okay. No, thank you. Ras baka. Voy, Voy, Jinabaka aka. Sana akspulsa voy, bo'ldim. Bir suyuti cho'kka. Qazo tilni yaxshi o'rgan. Nima? Shu tilni yaxshi o'rgansan, bo'ldi. Voy emasman. Xatijam qo'llayman. Ras yana. Okay. Nima? Necha pul ekan? Chiqamas aka. Endi men bosh bir oylik sinfda aytsam endi to'liq bugun Bo'lmaydi, bir oylik bo'lmaydi. Shunga yarim yillik. Shunga men yarim yillikdan ko'proq bir yillik sinfda ekan. Shunisi 5 ming ketib qolganmiz. Beşme? O? Takma? Hozir o'qish pullari sal qimmatga. Uning ustiga yama yaxshi o'tadigan-ku bular. Bir chetdan ular o'gassa, bir chetdan sevgasa, mening istiqbolim Yevropaga ketadi emas aka. Bu 5 ming degan qo'y sevishdan chiqib emas aka. Beşme? Şöyle olmadı. Bakmayın. Pipağım sayar. Beşme? 5 ming aka. Senga muavin direktor bo'lgan ekan endi. Ay muavin direktor bo'lmasa berma. Ras beraman aka. Berma. Ras? Berma. Thank you aka. Ay no thank you bo'ldi, berma. Bolchata. Undaqsa pulni hozirlab beraman. Ha? Qishim yo'q. Aytmasam bo'ldi-ku. Tushdi. Okay. Tushib berayotgan bo'lsang, texnik yaxshilabdi. Men tushdim bir. Ma'qul bo'ldi aka. Hey. Voy. Mecit direktor. Voy. Nim bo'ldingiz? Nima bundoq bitib kelgan to'qidek bir joyingiz turolmaysiz? Gap qilma. İşçim sıkılıp qara. Sarang olib qolay dedim jumaman. Ay. Voy, mecit direktor. İçiniz sıkılgıdak neymiş bo'lgandi dana? Deydisem oldunuz xijil olmay qara. Demadisem so'rab qoldingiz. Yana shuni adamning o'g'li Abduqiyim degan tatambatning ishi olmamda. Abduqiyim. So'zdan ziyon tortibdi dana. Ay. Bu yosh bolaning hozir nima o'ylaydigandi? Shu ishmidi? Ay u yosh bola. Bu sodiqsi yili foydaludi, yili ziyon tortidi. Shunday qilib pishdi emasmi? Deganingiz to'g'ri. Ilash turibman. Adamga telefon qilib tatambat to'y qilibdim menda. Anadika qo'pirma to'y qilaminsam tag'am uni nima deyapti? Mashtirib qo'yib qara. Voy, nima ko'rsam? Shunda ochgan adamga gap qilaysan. Mayash kirgan nima sakchilikdan amaga. Bo'ldi qilib. Bunda ichingizni siqmang qara. Voy, to'y qismi yaxshi ish bu. Ha? O qachonchi bo'ytaq yuraydi deysiz o'yinimiznimi? Deganingiz to'g'ri. Bu so'zni bo'psiz. Bu to'y bu yanchi to'y qila. Shu adam qo'pib oshna desa
Sen tağa soğandı ki sen kaz yurttu deydi. Peşimde kişinin kıpsam sen kendine kalğandı şu. Voy endi qayerindishimiz bo'lgan ekan qarz berib tursangiz bo'ladi-ku. Sen bulduk dedi ki şu. Benim peşimde soğurgan pul tuttum. Yetmedi çünkü şunu sorsam bunları depmem. Voy Mecit direktor. Necha pul so'raganda? Unda ishingizni siqmay dang-a? Deyma. Ana. 5000 koy. Aram 5000 koymaydi. Voy bo'ldi, men sizga berib turay. Oy, ben sen durdu cuma bir akşamda ayağım işte pul sorattı sen. Hep sen durduk ya. Allah yaxshimi salomat to'xtab turinglarmi qarang o'tirib ketishlar ha voy qanday ahvolinglar yaxshimi nima qarang aka deyman tinchlikmi qanday bor ekan sizga yeydigan narsa olib keldim qo'shib ketganda ha yaxshimi aka ko'rishibdi yaxshimi ko'rishibdimmi saqamoy qara chachlari po'janizda qilganman ajoyib bo'ladi sana bir yerlar adamga o'xshaydi mana. Ha, qanday ahvolingiz yaxshimi? Salomat obdan turdingizmi? Yo'qolib ketdingizmi? Va, men yaxshiman. Yo, telefon nomeringizni deb beransam unmaysiz yo, o'zingiz menikini izlab telefon qilmaysiz, ashta yo'qolib ketsangiz bo'ladimi? Aka. Ha? Yeni yo'liqishni deb keldingizmi? Qo'shni. Uy, o kuni kelgan. Voy, chaqchaq qilmang-a. Men budamash qanima o? Mijitkamdan chiqib ketgan deyshadi. Cho'q, men samin ishkanlar baxtlilik keldim ukam. Mening malik tijoratim yaxshi hozircha. Hozir xotinlar deb. Uy, muborak yaxshi. Rahmat. To'ylar beringlar. Bunday qarang. Pravimiz bor, Bor. Shunda men yaqinda Boyokitda mashinaga saqam. Saminimda aylantirg'achda olib qolib tutun qilsangiz, ochiqni akab bermaganda. Samin aldigan pul picha ketmay qolsa, deyman, pul bor hozir. Cho'qchaqman. Mushil alaydi, men shirkatga kelsam, mushil alaydi, mushil. Men yerda olmaydim aka. Nima ko'zingdan balqon sonda qaraysiz adamga. Ko'zim yo'g'on bo'lg'achda ko'rinib Ko'zim shunga qo'mirib qaytdi. Istakan chiqib aytsa qo'ymayman-da. Qara chachlarimni. Chachlarimni o'ngshab yursam, sen bir tugo bo'lganiga bir tugo sho'ng'andiga. O'zingizda kelsa, atdigan portla ketmagansa? Ya, Ayolim isqib urib ayolni kunda tingishda yasab qo'ydi. Ayolim satrashganda, sen saytdan ayolim satrashga o'yib kelibsizlar. Bir yil o'moqmi? Adamga o'xshaydi bu. Yile chiqib deyishmasa buni. Elama, mevlar. Sizni kelib yangjima. Fazkan bor? Yo'q. Shanxay ketdi. O'qishga ketdi. To'yga kelarmi? Kim bor hozir cho'nglardan kim qoldi? Lale direktor. Laladan bormi? Ha, vaqt Laladan ko'rishib chiqay. Bayatilla, akanızla sizin gapingizni qilishqanti. Muborak bo'lsin. To'y qilg'ideksiz. Sizmi anglab qoldingizmi? Rahmat. Yaxshi ishlardan bexabar qolsa qanday bo'ladi? O'g'osha. Sizni sodada ziyon tortdi deydi. To'y qilsangiz bu ishlarning hammasi o'tib ketadi da. Bu qatimqi ziyon ig'ir emas-ku. Meni? Ha? Sodada? Ha. Ya men tijoratni yeng qildim. Lekin shunda foydalar qilmayaptim shunga. Buda kelishimdagi maqsad siz oldin qilmagan jiq yaxshi gaplarni qandingiz. Shu beriblar. Mangada men ham ichilik kitib do'konni ichib foyda qilmayaptim aqram. Shu to'y qilmayapman buni. Asosli kelishga maqsad men sizni shirkat bilan ochiq bir dasturxon solay. Rahmatimni bildiray deb vaqt bordi. Men faqat banqiramay qoldim-ku. Nimani? To'g'ri. Boyatdan Mecit direktor sizga berman deb 5 million pul nechib ketganda. Menga? Men? Yo, men sodada ziyon tortmoq nimada men bayib ketdim hozir. Men akamda emas, akam mendan pul so'rasdi. Almashtirib qo'ymagansiz? Voy, men shiklan qanday almashtirib qo'yay? Men Mecit direktorlar meni aldabdi-da. Voy, yolg'onchi ne? Mana direktor, voy rasman berdi. Rahmat sizga. Bu jiddiy ish qarman. Shunda jiddiy qarmingiz qana bir jiddiy ish
Hey Mecit direktor. Ha? Aldaydıganға adam tapanmagandek, endi meni aldığını düştünüz mü? Hey, pullarınız bana deysiniz bo'lmadi mi? Ha? Hey, yo'q, bir erkishtirib, hey, meni bir ayolni aldashga, bu vicdanınız qanday chididi deymi? Voy, lala direktor, voy, bu vicdandan kelib chiqyapti. Nima bo'ldingiz, hadi? Gap qilamansa, pulni nega gapadingiz, nimaga ishlatdingiz? Enimga bermadim bu. Yolg'on gapni. Vay, nima bo'ldi bu? Manda qilibsiz bu. Yolg'onchining quyrug'i bir tutam deb, yana yolg'on gaplayotganingiz ne? Hey, pullarimiz deysiniz manda. Hey, bir ish ham ishlayotgan, adam aldashning nima zaruriyati bor deyman. Hey, yolg'onchi. Men-chi yolg'on gapirganimga bek ush. Voy, siz emasmi? Meni shu inim benim dedim. Voy, abaychi, Abduqayim kelib, hammani dedi. Ha. Keldi? Geldi. Qanday qilib ketmaydish qoldi? Yana yolg'on gapirdim. Voy, yolg'on gapirdim, lala direktor. Ay, uy. Eğerinde kapımda demeyken mısınız? Ben hazır varmış. Zor kaçmışsın. Dres ağıtma. Alsınız beni aldamsın. Vay, başımı koy pulum olmadı. Ne yapayım? Kını kulum ne işlettin de? Kulum sen? Kını inik yakın. Kını ben kulum çıkar. Yemiş çıkamaydı. Vay, o da tatil olmak işinin çatak çıkmış ya. Çatak çıkıyor mu? Ha, Sen miydin? Oy, astagfirullah. Kimde? Ya, vay, qaram baldılar, vay. Mışnaş, men de yo'liqamdim deyman da. Yana men gunohkor bo'ldim mana. Ha, nima? İnik yakılar. Rostda? Voy, maq. Rost gapni qilsam, bu pulni-chi qaram. Samiy so'raganding mendan. Endi bu balni bilasiz, sen ishonchsiz bo'lib qoldi-chi. O'tganda aynan tas qoldi-ku meni qo'yib yotgani. Shuni bilan bu ish bir oydan o'g'ichan deb sizmi aldirab ketdingiz-ku. Shu sizni so'rab turgandim. Hey Mecit direktor. Ha? Siz ziyan tassanız bo'lmaydi. Men ziyan tassam bulamdan. Hey. Bir erkishtirib qo'ydim ishni. Men nega ağzını çıkıp Sami'ni pazının uçkanısını başlap kırsız. Gapla. Tamam tuşunda qarama gap qilma. Gapla pulni nega gapadim? Afandim ben onu kuruşka düşmeden seni aldım koyka. Qaysi kuruşka? Kuruşka telefon numarını veremez. Mantıklı mı? Kuruşunda tanımagan. Hey, gapla davatını. Gapla bu yalan gapatdı mı? Hey, ben sana gap koyayım. Allah'ımı kıran. Oy arkadaşlar. Vay bu halde ben sana ağır kıma yüzden bir tölüyorsun bunu ersiniz. Ya bir tambarımız başıma çıkıyor. Onu almış. Bu halde arkadaşlar ben lale direktör ben değil. Yine yalan gapatdı mı? Yalan gapatdı. Bizi bir ahmak gör kağıt. Ben değil oldu. O değil de kuras gittim değil oldu. Murat sorgatım Murat benim şu. Sami Bey'den başıma çıkır. Şunun maşkattan da ayağını yiyip pulazıp gitmiş şu ışık doğantı. Yine değil. Hey, kanda o kadar. Aç kodlarına telefon numarını verir. Ben telefon kılıp şu ayarını ondan bir terbiyelep koyacak. Telefonu sana bombayı ne arası yapmayın. Başıma girer. Gap kılar. Uy gap kıldı baktı ben. Vallahi skap. Ay ma bana. Dur şu olmadan. Savu. Lan Murat ikin bıçak bıçağı da. Bir ek yap. Bakayım bir şey golüyle. Kırıl demez. Kimde? Bir dostumga berip tuğandım. Nima? Ya muhakkak. Beşiklap ketken Mecit. Ya beşiklap ketken de muşinçili adamda başmalamışta oynatkan babam da. Muşinçi olan cinayetin yırtısı siz güzel mi? Belirtim. Yok. Bu şey hemen bana anlat koyuyor.
Biz degan maaş ishlaydi xodam, ha? Bu qarz degan noma'ga qara 3 burjak bo'lgani ko'ygan. Ha? Hozircha 7 burjak, buni 7 burjak bo'lib bordi. Maaş paynet, maaş ishlaydi xodam, ha? Oldin qarzlarni iste'mol qiling. Lala deyip taşıyorsun. Nemi görüp duruştan sonra. Nemi görüp. Şurada yakın göstersen. Arkasından bilsem atırsa. Mak dışarı bir atma ya. Hakan ben çıkar. Bak okşaşma. Okşam. Okşaydı. Silahın nazarı var okşaydı. Can, kekesişimiz tekrar erdep ketdi o. Oy bir yer kuşmaz yok Mecit'ka. Bir safat yıkayın, oturup gakırış desek. Bana gep tapakçı. Bugün baş şirketteki bu yığında intayın. Nahayet çok, nahayet teşvikatlık halde sizden oy hoş güzel de hoş güzel gelmiş